Nabijon Boqiy Chingiz Afandiga maktublar. Bu hujjatli roman 1996-yil Ramazonda 12-fevral kuni yozib tamomlagan. Qo'lyozmaning ilk o'quvchilari Rauf Parfi, Sa'dulla Ahmad, Tohir Qahhor, Nurali Qobul, A'zam O'ktam, Askar Mahsum, Ne'mat Ibrohim, Omon Muxtor, Begali Qosimov, Ozod Sharafiddinov, Shavkat Rahmonovlar edi. Asarga Ozod Sharafiddinov so'zboshi yozgan. Unda jumladan shunday deydi: Chingiz Afandiga maktublar kechagi kun manzaralarini haqqoniy tarzda qayta tiklagan, lekin uning qimmatli faqat shunda emas, tarixini anglash, idrok etish kerak. Chunki tarix olis o'tmish emas, balki butun ham davom etayotgan yuraklarga o't solib harakatga undayotgan jonli jarayondir. Bugungi kunlarimizning uchun jonlarini fido qilgan bobolarimizning pokiza ruhi hozir ham odamlarning vijdoniga to'g'ridan to'g'ri murojaat qiladi. Biz o'z vatanimizni bilamizmi? Biz ozodlikni bilamizmi? Biz ota-bobolarimizni bilamizmi? deya javob yo'llaydi.